Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ve la aqibatu lil muttaqin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Jang maydonidagi musulmonlarni musla qilganligini aytib o'tdik. Mushriklar qiladigan mana shunday bir ishlarini qilib ortlariga qaytib ketishdi. Mushriklar Abvo degan joyga yetganda qo'shini to'xtadi-da, o'zlariga o'zlari to'xtanglar. Biz nima ish qildik? Muhammadni o'ldirmadik. G'anima o'lja olmadik. Madinani fath qilmadik. Nima ish qildik? Biz hech narsa qilmabmiz. Ortimizga qaytamiz deb qaytishlikka harakat qilib qolishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bu xabar yetib kelgan paytda musulmonlarni mushriklar orqasidan quvib chiqishlikka chaqirdi. Ya'ni qo'shinni jamlashlikka buyurdi. Musulmonlar mag'lub bo'lganiga bor yo'g'i 3 kun bo'lgan edi. Munofiqlarni boshlig'i bo'lgan Abdulloh ibn Ubay ibn Salul, "Ya Rasululloh, men ham sizlar bilan birga chiqaman" deb keldi. Mana avvalgi darslarda aytib o'tgan bo'ldik, musulmonlarni Uhudga chiqqandagi adadi askarini 1000 kishi edi. Lekin mana shu Ubay ibn Salulni qilgan ishi bilan 300 ta odam qaytib ketgan edi. Bu faqatgina musulmonlarda shijoatini pasaytirish, ularning ruhini tushirishligida uni maqsadi. Endi bu munofiq payg'ambarimizga "Men ham sizlar bilan birga chiqaman" deb kelganida payg'ambarimiz uni chiqishligini xohlamadi va aytdilarki, "Men bilan faqatgina Uhudga chiqqan kishilar chiqadi" dedi. Shunday qilib musulmonlar mag'lub bo'lgan hollarida, qiyin bo'lgan holatiga qaramasdan, aksariyati jarohatlangan, yaralangan bo'lishiga qaramasdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hukmiga labbay deyishdi. Mushriklar orqasidan chiqishdi. Aksariyati jarohatlangan dedik, hatto ba'zi kishilarni tuyalarga ko'tarib o'tkazib qo'yildi. Jarohati og'irligidan. Qiyin bo'ldi, lekin itoat qilishdi. Mushriklar Abvoda turar ekan, musulmonlar qo'shinni jamlab yana chiqib kelayotganini eshitib qo'rqishdi. Ya'ni bor yo'g'i 3 kun bo'ldi mag'lub bo'lganiga musulmonlar. Shu 3 kunning ishida o'zlarining ishini tartibga keltirib, orqasidan quvib chiqishligidan ular xavotirga tushdi. Jang qilishni xohlashmadi. Agar musulmonlar kelsa, Quraysh jang qilmasdan qaytib ketsa, butun arablarning o'rtasida Muhammad qo'shin bilan Qurayshning oldiga kelganida Quraysh qochib ketdi degan gapni xohlashmadi-da, musulmonlarni ortlariga qaytarishlik uchun Mu'bid al-Xuzoi ismli kishini jo'natishib aytdiki, "Sen borib Muhammadni qo'rqit. Odamlar to'planib yana ustinglarga kelyapti deb qo'rqit, ular bu yoqqa kelishlik niyatidan qaytsin." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinadan chiqib borarkanlar, Mu'bid al-Xuzoi yo'lda uchradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va musulmonlar undan mushriklar haqida so'raganida ular aytdiki, "Odamlar yana jamlanib ustinglarga kelyapti. Odamlar ustinglarga jamlanib kelyapti, qo'rqinglar" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Hasbunalloh. Bizning hisobimiz Allohning qo'lida. Ya'ni davom etinglar qayerda" dedi. Musulmonlar Hamroul Asad degan joyga borib kutib turishdi. Ya'ni Mu'bid al-Xuzoining gapi agar to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, mushriklar qaytib kelishligi kerak edi. Lekin mushriklar qaytib kelishmadi. Ular Makka ga qarab ketishdi. Musulmonlar Hamroul Asadda 3 kun ularni kutib turishdi. Lekin hech kim kelmadi va butun arablar Muhammad alayhisalom ularning ortidan qo'shin bilan borganligi va Quraysh qo'rqib qaytib ketganligini eshitgunicha turishdi, so'ngra qaytishdi. 50 ta kamonchi payg'ambarimizning hukmiga xilof ish qildi, g'alaba mag'lubiyatga aylandi. Mana endi mag'lub bo'lib turgan musulmonlar qiyin bo'lsa ham, og'ir bo'lsa ham Rasulullohning so'ziga itoat qilib chiqishda Alloh taolo mag'lubiyatini g'alabaga aylantirib berdi. Alloh taolo Qur'oni Karimda Oli Imron surasida 139-oyatdan 175-oyatigacha Uhud g'azotiga ta'liqlarni tushirdi. Astagfiru billah va la tahinu va la tahzanu va antumul a'laun in kuntum mu'minin. In yamsaskum qarh faqad massal qawma qarhum mithlu. Suslashmangiz va Uhud jangidagi mag'lubiyat sababli g'amgin bo'lmangiz. Agar haqiqiy iymon egalari bo'lsangizlar, sizlar ustun bo'lguvchidirsizlar. Agar bugun Uhudda sizlarga jarohat yetgan bo'lsa, Badr jangida u qavmga ham xuddi shunday jarohat yetgan. Ya'ni musulmonlar Uhudda 70 tasi shahid bo'lgan bo'lsa,
Uhuddan avvalgi Badr g'azotida mushriklardan 70 tasi qatl bo'lgan edi, 70 tasi asir tushgan edi. Endi nima uchun bu mag'lubiyat bo'ldi? Va tilkal ayyamu nudawiluha baynan nas va liya'lamallohu allazina amanu va yattakhidha minkum shuhada vallohu la yuhibbuz zolimin. Nima uchun bu mag'lubiyat bo'ldi? Toki ibrat bo'lsin deb va Alloh haqiqiy iymon keltirgan kishilarni bilishi hamda oralaringdan shahidlarni saralab olishi uchun bu kunlarni, ya'ni g'alaba bilan mag'lubiyatni odamlar orasida aylantirib turamiz. Demak, rostgo'ylarni kazzoblaridan, haqiqiy iymonlilarni munofiqlardan ajratishlik uchun Alloh taolo g'alabani u tomonga yo bu tomonga almashtirib turadi. Agar doim g'alaba bo'laversa, ajratib bo'lmaydi. Val yumahhisallohu allazina amanu va yamhaqal kafirin. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum va ya'lamas sabirin. Va toki Alloh iymon keltirgan zotlarni gunohlardan poklash va kofirlarni halok qilish uchun bu kunlarni o'rtalarida aylantirib turadi. Ey mu'minlar, yoki Alloh sizlarning ichingizdan kim haq yo'lda kurashganu, kim sabr toqat qilganini mutlaqo bilmay turib, jannatga kiramiz deb o'yladinglarmi? Biz sizlarni g'alaba bilan, mag'lubiyat bilan sinamasdan turib, jannatga kirib ketamiz deb o'yladinglarmi? Va laqad kuntum tamannawna al-mauta min qabl an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. O'limga ro'baro bo'lishingizdan ilgari uni orzu qilgan edingiz. Ya'ni ana shu Uhuddagi mag'lubiyat bo'lgunga qadar shahidlikda hammalar xolagan edinglar. Mana endi ko'rib turibsizlar. Mana endi Uhudda uni o'z ko'zingiz bilan ko'rib turibsiz. Endi quyida Mus'ab ibn Umayr roziyallohu anhu qo'lidagi bayroqni mushriklar chopib tushirgan paytda, ikkala qo'li chopilgan paytda aytgan so'zini Alloh taolo Qur'onda oyat qilib nozil qildi. Mus'ab ibn Umayr nima degan edi? Qo'li chopilganda "Va ma Muhammadun illa rasul" degan edi. Muhammad kim? Bitta payg'ambar degan edi. Chunki qo'li chopilishidan avval Rasululloh chuqurga tushib ketganida shayton Muhammad o'ldirildi deb qichqirgan edi. Shunda Muhammad alayhisalom o'ldi deb o'yladi-da Musab, o'lgan bo'lsa nima bo'pti? U ham bitta payg'ambar. Undan avval ham payg'ambarlar o'tgan degan edi. Mana shu so'zini Alloh taolo Qur'onda oyat qilib nozil qildi. "Va ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum va man yanqalib ala aqibayhi falan yadurralloha shay'a va sayajzillahu ash-shakirin." Muhammad faqat bir payg'ambar xolos. Undan ilgari ham payg'ambarlar o'tgandir. Bas agar u vafot qilsa yoki o'ldirilsa, ketingizga, ya'ni kufrga qaytib ketasizlarmi? Kimda kim ketiga qaytib ketsa, Allohga biron ziyon yetkaza olmas. Alloh esa shukr qilguvchi bandalarni munosib mukofotlaydi. Muhammad alayhisalom o'lgan bo'lsa, dindan qaytib kelsalar, o'zingizlarga zarar bo'ladi. Har bir jon faqat Allohning izni bilan va aniq belgilab qo'yilgan muddatda o'ladi. Ya'ni rizq yozilgan, qancha umr ko'rishligi Alloh taoloning ilmi azalisida. Kim dunyo savobini istasa, ya'ni o'lja istab kirsa, albatta unga o'sha narsani istaganini berurmiz. Kim oxirat savobini istasa, unga da istagan narsasini berurmiz va shukr qilguvchilarni mukofotlaymiz. Mana endi jangda o'ziga berilgan ta'liqlar. Valaqad sadaqakumullohu va'dahu iz tahussunahum biizni. Alloh o'z va'dasining ustidan chiqdi. Agar sabr qilsanglar, itoatda bo'lsanglar, Alloh taolo bizga 3000 ta yoki 5000 ta farishtani yordamga tushiradi deb payg'ambarimiz va'da bergan edi. Alloh o'zini va'dasining ustidan chiqdi. Sizlar uning izni bilan kofirlarni qira boshladingiz. Jangni avvalida g'olib bo'ldinglar. To suskashlik qilib, payg'ambarning amr va farmonlari borasida talashib tortishgan va Alloh sizlar yaxshi ko'rgan narsani, ya'ni g'alabani ko'zingizga ko'rsatib qo'ygandan keyin payg'ambarning amridan bosh tortgan paytingizgacha bu ustunligingiz davom etdi. Orangizda dunyo istagan kishilar ham, oxirat istagan kishilar ham bordir. Sahobalardan biri aytadi: "Shu oyatlar tushishlikdan avval Rasululloh bilan birga g'azotga chiqqanlarni hammasini oxiratda istab chiqdi derdim men" deydi. Endi oramizda dunyo o'lja deb chiqqanlar ham bor ekan. Mana shu oyat nozil bo'lganda keyin bildik dedi. Ya'ni insonlarning qalbidagi narsani Alloh taolo mana shu oyatlar bilan kashf qildi.
Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum va laqad afa ankum wallohu zu fadlin alal mu'minin. So'ngra sizlarni imtihon qilish uchun ularning ustidan g'alaba qilish o'rniga mag'lubiyat tomonga burib yubordi. Endi gunohlaringizni afv qildi. Alloh iymon egalariga fazl va marhamat sohibi bo'lgan zotdir. Mana shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chuqurga tushib ketganida, Muhammad o'ldi deb shayton qichqirganida, musulmonlarning ba'zilari qochib ketgan edi. Hatto qochib Madinaga yetib borishgan edi. Ana shu qochganlar ichida Usmon roziyallohu anhu ham bor edi. Ahli fitna Usmon roziyallohu anhuga ayblarni qo'yib, sen Uhud kunida Rasulullohni tashlab qochib ketganlardansan deb malomat qilishganida, Usmon roziyallohu anhu aytadi, Alloh biz haqimizda, ya'ni Uhud kuni qochib ketganlar haqida va laqad afa ankum, Alloh sizlarni afv qildi degan oyat tushirgan. Alloh bizni afv qilgan deb javob berdi. Ey mu'minlar, hech kimga boqmay, jang maydonidan chiqib ketgan paytingizni eslang. Holbuki payg'ambar ortingizda sizlarni chorlamoqda edi. Bas sizlar ketgan narsa va sizlarga yetgan narsaga xafa g'amgin bo'lmasligingiz uchun Alloh sizlarga g'am ustiga g'am berdi. Alloh qilayotgan amallaringizdan xabardordir. Sirat ilmi Qur'onni juda katta qismini tushunishligimizga yo'l ochadi. Chunki Qur'onda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hayoti haqida oyatlar nozil bo'lar ekan, demak bu Qur'onning katta qismi. Siratni o'rganishlik bilan Qur'onning katta qismini tushunamiz. So'ngra bu g'amning ketidan sizlarga bir orom uyqusini tushirdi. U sizlardan bo'lgan bir toifa kishilarni qamrab oldi. Boshqa bir toifa, ya'ni munofiqlar esa Alloh haqida noto'g'ri, dinsizlarcha badgumon qilib, o'z jonlarining g'amiga tushib qoldilar. Munofiqlarning so'zi qanday bo'ldi? Ular endi biz uchun hech qanday g'alaba bo'lmaydi deyshadi. Ayting Muhammad alayhisalom, butun ish Allohning qo'lida. Ular sizga oshkor qilmaydigan narsani munofiqligini yashiradilar. Ayting Muhammad alayhisalom, ya'ni mushriklar aytishdiki, agar ixtiyor o'zimizning qo'limizda bo'lganda, shu yerlarda qatl bo'lmagan bo'lar edik degan so'zga Alloh javob berdi. Ayting Muhammad, agar uylaringizning ichiga berkinib olganingizda ham o'ldirilishi Alloh tomonidan hukm qilingan kishilar shubhasiz halokat joyiga kelgan bo'lar edilar. Sizlar qo'rqib qochib ketganinglarga yoki jangga chiqmaganinglarga tirik qolmadinglar. Alloh taolo sizlarga o'limni yozmagan uchun tirik qoldinglar. Agar o'lishlik peshonaligiga yozilgan bo'lganida, uylarga kirib berkin olganinglarda ham qatl qilingan bo'lardilar. Fabima rahmatin minallohi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lam min hawlik. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga osiy bo'lib payg'ambarimizni tashlab ketishdi. Endi payg'ambarimiz har qancha sahobalarni malomat qilsa, ularni koyisi haqqi bor. Lekin payg'ambarimiz ularni afv qildi. Ularga qattiq gapirmadi. Alloh aytadi: "Ey Muhammad, Alloh tomonidan bo'lgan bir marhamat sababli ularga, ya'ni sahobalarga yumshoq so'zli bo'ldingiz." Shuncha ayb ish qilishgan bo'lsa ham payg'ambarimiz yumshoq gapirdi. Agar qo'pol, qattiq dil bo'lganingizda edi, albatta atrofingizdan tarqalib ketgan bo'lardilar. Shunchalik musulmonlar payg'ambarimizni qiyin holatda tashlab ketganiga qaramasdan payg'ambarimiz afv qildi sallallohu alayhi vasallam. Mana shu noto'g'ri ishni qilgan sahobalarga nisbatan Alloh taolo payg'ambarimizga qanday muomala qilish kerakligini o'rgatyapti. Biz kechira olmaymiz bir odamni. Ozgina bir ixtiyordan tashqari ayb bo'lsa kechira olmaymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni, ya'ni halokat o'rnida qolib ketdi. Sahobalar tashlab ketib qolishdi. Rasulullohning muborak yelkalariga bitta, boshlariga bitta zarba tushdi qilish bilan. Yuziga tosh bilan urdi. Mana shunday aziyatlarni tortib turib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarga muloyim bo'ldi. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal alalloh innalloha yuhibbul mutawakkilin. Bas, ularni kimni? Sahobalarni. Bas ularni afv eting. Ular uchun Allohdan mag'firat so'rang va ajib hukm qildi va ishlaringizda maslahat so'rang. Qaranglar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Uhudga chiqishlikda payg'ambarimiz rag'bati yo'q edi. Tushini aytib bergan edi. Qilichimda egilganini ko'rdim. Sigirni so'yilganini ko'rdim.
Sovutim ichiga kirib ketayotganini ko'rdim. Meni ra'yim Madinada qolish degan edi. Lekin sahobalarning maslahati bilan, qistov bilan payg'ambarimiz chiqdi. Bergan maslahatlari noto'g'ri bo'ldi. Xo'p, shu noto'g'ri maslahat bo'lib qolganligi uchun qaytib maslahat qilmang dedimi? Alloh taolo aytdi, ularga endi va ishlaringizda ularga maslahat soling. Maslahatda barakot bor, birodarlar. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu erkaklarni 3 ga bo'ladi. Erkaklarni 3 ga bo'ladi. Haqiqiy komil erkak. U kim? Mushkulani hal qilishlikka o'zini fikri bor. O'zining kallasi ishlaydi. Yana maslahat ham oladi. Ana, to'liq erkak. Ikkinchisi, mushkulani hal qilishlikka aqli yetadi, lekin maslahat olmaydi. Endi uchinchisi, mushkulani hal qilishlikka aqli ham yetmaydi, maslahat ham olmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo aytayapti, sahobalaringizga maslahat soling dedi. Shundan ma'lum bo'ladiki, hech kim maslahat olishlikka kattalik qilmaydi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotini o'qigan bo'lsa, juda ko'p o'rinlarida sahobalar kelib payg'ambarimizga maslahat bergan, agar jo'yali fikr bo'lgan bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olgan. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi idhnillahi va liya'lamal mu'minin. Ikki jamoat to'qnashgan kun sizlarga yetgan musibat Allohning izni irodasi bilan va haqiqiy mu'minlarni bilish uchun hamda nifoq yo'liga kirgan kimsalarni aniqlash uchun bo'ldi. Ularga kelinglar, Alloh yo'lida jang qilinglar yoki hech bo'lmasa bizning sanog'imizni ko'paytirish bilan dushmanni daf qilinglar desa, agar jang bo'lishini aniq bilganimizda-ku, sizlarni ortingizdan borgan bo'lar edik deyshadi. O'sha kuni ular iymondan ko'ra kufrga yaqinroq edilar. Ular og'zida, ko'ngillarida bo'lmagan narsalarni gapirmoqdalar. Alloh esa ularning yashirin sirlarini juda yaxshi bilguchidir. Mana endi Alloh taolo Uhud kunida shahid bo'lgan kishilar haqida Qur'onda nima dedi? Wala tahsabannallazina qutilu fi sabilillahi amwata. Alloh yo'lidagi jangda o'ldirilgan zotlarni hargiz o'liklar deb o'ylamang. Yo'q, ular tirikdirlar. Alloh tirik deyapti shahidlarni. Ular tirik. U zotlar Alloh o'z fazli karami bilan bergan ne'matlardan xushnud bo'lgan hollarida bahramand bo'lmoqdalar va hali ortlaridan yetib kelmagan birodarlariga hech qanday xavf va xatar yo'qligi va g'amgin bo'lmasliklari haqida xushxabar bermoqdalar. Abdulloh ibn Harom roziyallohu anhu, Jabir ibn Abdullohning otasi Uhudda shahid bo'ldi. Ko'p qiz farzandlari qolgan edi. Bir dona o'g'il bor edi, Jabir ibn Abdulloh. O'g'liga Uhudga chiqib ketyapti, men shahid bo'laman bugun dedi. Shuni sezyapman dedi. Qarzlarimni to'lab qo'yib olam dedi. Qizlarimga yaxshi muomala qil dedi va shahid bo'ldi. Jabir ibn Abdullohga payg'ambarimiz kelib, u kishiga qalbiga tasalli bo'lishligi uchun, ko'nglini ko'tarishligi uchun, "Ey Jabir, xursand bo'ling" dedi. Alloh kimga gapirgan bo'lsa, parda ortidan gapirgan. Lekin siz otingizga bevosita to'g'ridan to'g'ri so'zladi dedi. Siz otingizga Alloh jannatda tiriltirib, to'g'ridan to'g'ri so'zlab, "Ey banda, orzu qil" dedi. Abdulloh ibn Harom nimani orzu qildi? Parvardigor, meni tiriltir dedi. Dunyoga qaytar dedi. Seni yo'lingda yana shahid bo'laman dedi. Alloh aytdi, mendan so'z ketgan, undan, ya'ni dunyodan chiqqanlar qaytib unga kirmaydi deganman. Abdulloh ibn Harom aytdi, unday bo'lsa Parvardigor, men topgan saodatni birodarlarim yetkazgin dedi. Ya'ni qanday saodatda turganligimni xabarini yetkazgin deganida Alloh taolo mana shu oyatlarni nozil qildi. Farihina bima atahumullohu min fadlihi va yastabshiruna billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alayhim va lahum yahzanun. U zotlar Alloh o'z fazli karami bilan bergan ne'matlardan xushnud hollarida bahramand bo'lmoqdalar. Ya'ni ular tirik. Allohning marhamatida ular va ortlaridan keladigan birodarlarga hech qanday xavf xatar yo'qligi va g'amgin bo'lmasligini xabarni bermoqdalar. Taliqning nihoyasi 175-oyat. Innama zalikumush shaytonu yukhawwifu awliya'a. Fala takhafuhum wa khafun in kuntum mu'minin. Albatta o'sha sizlarni vasvasaga solmoqchi bo'lgan shaytonning o'zidir.
Sizlarni o'zining do'stlaridan, ya'ni kofirlardan qo'rqitmoqchi bo'ladilar. Bas agar mo'min bo'lsangizlar, ulardan qo'rqmangiz, mendan qo'rqingiz. 139-dan 175 bo'lgan Oli Imronning oyatlari Uhud g'azoti haqida nozil bo'ldi. Uhud g'azoti nihoyasiga yetdi. Bir oy o'tishi bilan Banu Asad qabilasi Madinaga hujum qilishga harakat qilib qoldi. Chunki atrofdagi qabilalar musulmonlar Uhudda mag'lub bo'lishdi, ular zaif, ularga hujum qilishga qulay fursat deb harakatga kelib qolgan edi. Ana shulardan Banu Asad qabilasi. Ularni Tulayha ibn Huvaylid al-Usli boshligida Banu Asad qabilasi hujumga tayyorgarlik ko'rdi. Bu kishi Tulayha ibn Huvaylid keyinchalik payg'ambarlikda da'vo qilib chiqdi. Murtadlarga qarshi bo'lgan jangda Xolid ibn Valid uni yengib mag'lub qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu Banu Asad qabilasiga Abu Salama roziyallohu anhu boshligida 150 kishilik otliq qo'shin tayyorladi. Ular to'satdan ularga hujum qildi, ularni bu niyatidan qaytardi. Ulardan o'ljalarni olib Madinaga qaytib kelishdi. Shuningdek, Makka ga yaqin bo'lgan joydagi Huzayl qabilasi ham Madinaga hujum qilishlikka odam to'playotganligi xabari keldi. Xolid ibn Sufyon al-Huzali Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu xatarni avvalida yo'q qilishni xohladi. Sahobalarning ichidan Abdulloh ibn Unays ismli kishini tanlab oldi. Bu kishi nihoyatda aqlli, ziyrak, hushyor va quvvatli kishi edi. Abdulloh ibn Unaysni chaqirdida, siz menga borib Xolid ibn Sufyon Huzlini agar fursat topsangiz, imkon topsangiz qatl qilib keling dedi. Ya Rasululloh, men Xolid ibn Sufyonni tanimayman. Qanday uni bilib olaman kimligini deganida, uni ko'rgan paytingizda qalbingizga qo'rquv to'ladi dedi. Abdulloh ibn Unays roziyallohu anhu subhanalloh dedi. Men hech qachon odamdan qo'rqan emasman dedi. Lekin Rasulullohning shu so'ziga ishondim, chiqib ketdim dedi. Makkaga yaqin bo'lgan joydagi mana Huzayl yerlar. Madinadan Makkagacha piyoda keldi. Qo'lida hech qanday qurol yo'q, faqatgina bir xanjarini yashirib olgan edi o'zi bilan. Endi bir odam yolg'iz sahroda ketayotgan bo'lsa, hech kim undan xavotir olmaydi, hech kim unga bir parvo ham qilmaydi. Xullas, ana shu Huzayl yerlarga yetib keldi. Do'mdan ko'tarilib pastga qaraganida ikkita ayol bilan bir kishi bir chodirda o'tirganini ko'rdi. Ko'rdida qalbiga qo'rquv kirdi. Ha, mana shu kishi Xolid ibn Sufyon ekan dedi-da, sekin yurib bordi. Abdulloh ibn Unays aytadi. Xolidni ko'rib, ustiga yurib ketayotgan paytimda asr vaqti kelib qoldi deydi. Agar to'xtab namozni o'qiydigan bo'lsam, u odam mendan qochib ketishi yoki meni topolmay qolishim mumkin dedi. Shuning uchun yurib ketayotib asr namozini o'qidim deydi. Abdulloh ibn Unays Xolid ibn Sufyonning oldiga keldi. Xolid kimsan deb so'radi. Abdulloh ibn Unays nihoyatda bir xushyor, ziyrak odam edi. Men G'uzoadanman dedi. Xuzoa qabilasini hamma arablar Xuzoa deb atashar edi. Xuzoaliklar o'zlarini G'uzoa bilan aytishar edi. Abdulloh ibn Unays hozir agar men Xuzoadanman deb bilan aytib qo'ysa, yolg'onchiligi ma'lum bo'lib qolardi. Ya'ni aytdik bu kishini ziyrak bo'lganda. Men G'uzoadanman dedi. Muhammadga qarshi qo'shin to'playapsan ekan. Senga yordam bergani keldim dedi. U ha, mayli dedi. Oldida qoldim, yonimda hech qanday qurolim yo'qligidan xotirjam bo'ldi. Ozgina suhbatlashib, xotirjam bo'lib qolganda ayollar chiqib ketgandan xanjarimni oldim, bir necha zarbalarni berdim. Halok bo'lganligini bilgandan keyin shoshilib chiqib ketdim deydi. Ayollar qaytib kelsa, Xolid ibn Sufyon mayit holda yotibdi. Dod solib u yoqqa yurishdi, bu yoqqa yurishdi. Abdulloh ibn Unays qochib ketgan edi. Hamda bu Huzayliklar bizni yerimizga kelib, bizni sayyidimizni qatl qilib ketibdimi? Demak, biz Madinaga kuchimiz yetmaydi ekan dedi-da, Madinaga hujum qilishdan fikridan qaytishdi. Abdulloh ibn Unays roziyallohu anhu Madinaga kirib kelayotib, Rasulullohni ko'rib tabassum qildi. Payg'ambarimiz aflaha vajhuka ya Abdulloh ibn Unays deganida aflaha vajhuka ya Rasululloh, qatl qildim dedi. Bitta kishining qilgan harakati bilan butun boshli qabilani Madinaga hujum qilishiga oldi olindi. Bu sariya bir dona odam qatnashgan bo'lsa ham Abdulloh ibn Unays sariyasi deb nomlanadi.
Mana shu vaqtda Amr ibn al-Os bu paytda kufrda bo'ladi, Habashistonga tijorat bilan boradi. Amr ibn Os Najjoshiyning oldiga sovg'a-salomlarni olib kelib beradi. Shu vaqtda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Habashistonga Amr ibn Umayya Zumriyni yuborgan bo'ladi. Amr ibn Umayya Zumri Habashistonda hijrat qilib ketgan Abu Sufyon ibn Harbning qizi Umma Habiba Romla bint Abu Sufyon eri Abdulloh ibn Jahsh vafot qilib beva qolgan bo'ladi. Umma Habibaga uylanishlik uchun payg'ambarimiz Amr ibn Umayyani xutba qilishligiga yuborgan bo'ladi. Tushunali bo'ldi. Demak, Amr ibn Umayyani Najoshiyda Habashistonga jo'natib payg'ambarimiz Umma Habibaga sovchi qilib borishlik uchun. Amr ibn Os bu vaqtda sovg'a-salomlarni Najjoshiyga berib turuvdi. Amr ibn Umayyani ko'rib qoldi. Amr ibn Os aytdi, Najjoshiyga senga bergan sovg'alarim evaziga o Amr ibn Umayyani menga asir qilib tutib ber, men Makka ga olib ketaman uni dedi. Deganda Najjoshi, mana aytganmiz, Ja'far ibn Abi Talibning qo'lida iymonga kelgan edi. Amr ibn Osning talabidan jahli chiqib, avvallari Nomusul akbar, ya'ni Jibril farishtasi Musa alayhissalom oldiga kelar edi. Endi bu farishta Muhammadning oldiga kelyapti. Muhammadni elchisini tutib ber deysanmi menga dedi. So'ngra Najjoshi Amr ibn Osga vahiy nima, payg'ambar kim, Jibril kim tushuntiraverdi. Allohning taqdiri bilan Amr ibn Os Najjoshiyning qo'lida iymonga keldi. Subhanalloh. O'zini urug'idan, o'zini qabilasidan, Qurayshdan payg'ambar chiqqanda kofir bo'lib turgan Amr ibn Os Habashistondagi bir Habashning qo'lida iymonga kelyapti. Allohning taqdiri. So'ngra bu kishi Makka fathidan oldin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga musulmon bo'lib hijrat qilib keladi. Amr ibn Os roziyallohu anhu. Umma Habiba payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga turmushga chiqishga rozi bo'ldi. O'zini urug'idan Xolid ibn Said ibn al-Osni vakil qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tomonidan esa Amr ibn Umayya vakil bo'ldi. Nikohni birodarlar Najjoshi o'qib berdi. Nikoh xutbasini Najjoshi o'qidi. Mahriga 4000 dirham belgiladi. So'ngra Najjoshi payg'ambarimizga va Umma Habibaga valima qilib berdi. Umma Habiba Ubaydulloh ibn Jahshga turmushga chiqqan edi. U kishi vafot qilgan deyiladi. Yana ba'zi rivoyatlarda Nasroniy diniga o'tib ketgan edi deyilgan. Vallohu a'lam. Mana shu muddatda Uhud bilan Xandaq o'rtasida bo'lgan voqealardan yana biri Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Zaynab binti Jahshga uylandi. Zaynab binti Jahsh Zayd ibn Xorisani ayoli edi. Zayd ibn Xorisa payg'ambarimizning asrandi o'g'li edi. Darsni avvalida aytib o'tganmiz. Zayd ibn Xorisa yosh yigitlik paytida Hadicha onamiz payg'ambarimizga Zaydni hadiya qilgan edi. Zaydning otasi istab bolasini qul bo'lib sotilib ketganini eshitib, Xorisa payg'ambarimizdan sotib olmoqchi bo'lganida payg'ambarimiz sotmayman degan edi. Zaydga ixtiyorni beramiz, agar sizlar bilan ketishni xolasa, shunday ketaveradi, agar men bilan qolishni xolasa, qolaveradi degan edi. Shunda Zayd ibn Xorisa qul bo'lib payg'ambarimizning qo'lida qolishni ixtiyor qilgan edi. Otasi, "Ey bola, esingni yo'q, qul bo'lib qolasanmi?" deganida, Allohga qasam, Muhammad menga qilgan muomalasini ota-onam ham qila olmaydi deb javob bergan edi. Payg'ambarimizga bo'lgan muhabbatini ko'rib, payg'ambarimiz Zaydni ozod qilgan edi. Hamda butun Qurayshga Zayd mening o'g'lim, mendan keyin meni merosxo'rim bo'ladi degan edi. Demak, tabanni meni o'g'lim deb e'lon qilgan edi. Zayd ibn Xorisa Zaynab binti Jahsh bilan yashashni xohlardi, lekin Zaynab xohlamas edi. Zaynabning javobini bergandan keyin payg'ambarimiz Zaynab binti Jahshga uylandi. Ya'ni o'zi tabanni meni o'g'lim deb qo'ygan asrandi o'g'lini ayoliga uylandi. Va bu narsa shariatda meni o'g'lim deb qo'yishligi haqiqiy o'g'liga aylanib qolmasligiga dalil bo'lish uchun Alloh taolo Qur'onda oyatlarni nozil qildi. Falamma qada Zaydun minha watara zawwajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qada minhunna watara wa kana amrullohi maf'ula.
Demak, inson boqib olsa bir bolani, hech qachon u boqqan bolasi o'zini sulbidan, o'zini ayolidan bo'lgan bola qatorida bo'lmaydi. Oyatga quloq solamiz. Bas qachonki Zayd undan, ya'ni Zaynabdan hojatini ado qilgach, ya'ni uni taloq qilgach, biz ey Muhammad alayhisalom sizni Zaynabga unga uylantirdik. Toki mu'minlarga asrandi bolalari o'z xotinlaridan hojatlarini ado qilishgach, ya'ni ularni taloq qilishgach, ularning xotinlariga uylanishlarida tanglik bo'lmasligi uchun shunday qildik. Va Allohning amri irodasi qilinguvchi bo'ldi. Shunday bo'ldi? Alloh taolo aytayapti, biz sizni unga nikohladik deydi. Agar bu narsa Allohning shariatida harom bo'lganida, albatta bu ish qilinmagan bo'lar edi. Ma kana ala an-nabiyyi min harajin fima faradallohu lah. Sunnatallohi fil ladina khalaw min qabl va kana amrullohi qadaran maqdura. Alloh payg'ambarga farz qilgan narsada unga biron tanglik bo'lmas. Ya'ni Alloh buyurdimi? Uylaning Zaynab binti Jahshga deb. Demak, bu ishda hech qanday tanglik yo'q. Bu ilgari o'tgan payg'ambarlar haqidagi Allohning yo'li qonunidir. Allohning amri irodasi taqdiri azal bo'ldi. Boshqa oyat aytadi. Va asrandi bolalaringizni o'z bolalaringiz qilgan emasdir. Asrandi bolalaringizni o'z bolalaringiz qilgan emasdir. Bu asrandilaringizni bola deyishlaringiz sizlarning og'izlaringizdagi so'zingizdir. Yolg'iz Alloh haqiqatni aytur va uning o'zi haq hidoyat qilur. Agar bu meni o'g'lim deb qo'ysanglar, o'zini o'g'lidek bo'lib qoladigan bo'lganida Zaynabni Zayd ibn Horisa javobini bergandan keyin payg'ambarimiz uylanishi mumkin bo'lmas edi. Ud'uhum li abaihim. Ularni asrandi boqib olingan bolalarni o'z otalari ismi bilan chaqiringlar. Tushunalingmi? Agar otasi bilinsa, bu falonchini bolasi deb aytilinsin. Ularni o'z otalari ismi bilan chaqiringlar. Shu Alloh nazdida to'g'riroqdir. Endi agar ularning otalarini bilmasangizlar, kimligini, u holda ular sizlarning diniy birodarlaringiz va do'stlaringizdir. Qilgan xatolaringiz sababli sizlar uchun gunoh yo'qdir, lekin ko'ngillaringiz bilan qasd qilgan narsadagina gunohkor bo'lasizlar. Alloh mag'firatli, mehribon bo'lgan zotdir. Demak, mana shu oyatlar bilan asrandi o'g'li Zayd ibn Horisani ayoliga uylanganligi Alloh tomonidan buyruq ekanligi shu oyatlardan ma'lum bo'ldi. Demak, boqib olingan farzand agar otasi kimligi ma'lum bo'lsa, bu falonchini bolasi deb o'zini otasini ati bilan aytishlik kerak bo'ladi. Agar otasi ma'lum bo'lmasa, birodarini falonchi deb qo'yilaveradi. Zaynab binti Jahsh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan payg'ambarimiz vafot qilguncha birga yashadi. Hijratning 20-yilida Zaynab binti Jahsh onamiz vafot etdi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu janozasini o'qidi.